shukr aka, yaxshimisiz? Hamma bildi уже siz Amerikadaligini. Hech kim qolmadi aka. O'zi yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Amerikada yurishlar. Amerika kelganingizdan xursandman. Rahmat, rahmat. Amerika ko'pchilik qiyin deb aytadi. Siz bir kunda kelib qo'ydingiz-a? Hammasi haqiqatan Xudodan ekan, yaxshi niyat qilardik, oldin Amerikaga kelishni orzu qilardik. Shu kam pulli barakasi bor deydi, 5000 yaxshi bo'lyapti-a? Ha, kam qur, hamisha qur. Emotsiya qanaqasiz? Zo'r, Amerika haqiqatan o'ylaganimdan ham zo'r. O'sha bolaligimizda kinolarda ko'rardik. Haqiqatan undan ham zo'r. 2 yil oldin Amerikani umuman boraman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, xayolga kelmagan. Shu yaxshi niyatda ishni boshladik, Xudodan so'radik, mehnat qildik. Albatta Xudo xolasa mana natijalarni ko'ryapmiz. Hozir men bitta narsa aytaman, mana yosh blogerlikni boshlamoqchi, yo'q anav qiladi, o'ylaydi, qiyin ekan. O'zbekistonda men ham O'zbekistonda masalan blogerlik bo'yicha Amerikaga kelganman. Assalomu alaykum. Men Bobur akam mana qancha yurasiz bu yerda? Konsert uchun kelganmiz qisqa muddatga. Endi Xudo xolasa bir boshqacha aylanishga kelamiz. Jamoa bilan kelamiz. Jamoaviy olsangiz aka, Xudo xolasa aylanlar qilib. Yosh blogerlarga, endi chiqayotgan bloger ukalarimizga, akalarimizga nima deydi? Harakat qilinglar, mehnat qilinglar, yaxshi kontentlar olinglar. Xudo xolasa sizlarga ham kelish nasib qilsin. Hatim bir kelib Amerikani ko'rib ketinglar. Amerika bu orzu emas, prosta harakat va sabrning natijasi. Bemalol kelib mana любой joyda hamma